1 million so'mdan mana qalin gilamlar. Da sovg'a. Faol xaridor bo'lganingiz uchun sizga mana bitta gilam bonusga chiqdi, kelib olib ketish mumkin. Sizga sovg'a bu. Rahmat. Yana sovg'a sizga. Sovg'a. Voy rahmat, baraka toping iloyim. Allah aksiya 280 ming so'mdan donasi. 280 ming so'm. 2,5 ga 3,5larimiz mana 450 ming so'mdan. Mana shu turishi. Bizdan do'kondan xarid qilishinglar mumkin. Pul yetmaganlar men do'stlar uzun nasiya orqali olsalaring bo'ladi. 3 ga 5larimiz mana. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, yaxshimisizlar? Mana shu gilamlarni hamma sizlar uchun skidkada faqat bitta sabab bor, 2 kun. 2 kunda ulgurganlar teng yarim narxlarda oladi. Faqat skrinshot kelaversa, mana shu daroshkalar hammasi do'stlar teng yarim narxlarda. Qanligini qaranglar buni. Mazza qilishadigan joyi. O'g'lamiz sayyor ko'rib turibdi. Mana bu gilamlar ham do'stlar skidkada. Manzil yangi qurilgan mostni shunday tagida Grand Plaza'ni podvalida do'stlar. Orientir yangi qurilgan masjid. Kelaversa do'stlar, like bosib, kunlar isib ketdi. Xudo xolasa oramizda yaxshi niyat qilib chetda ishlaydigan do'stlarimiz sog' salomat bo'lsin. Ko'pchilik yangi imoratlar quryapti, yangi kvartiralar olyapti. Hammaga muborak bo'lsin deb qolamiz va do'stlar, gilamlarning narxlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Qulay lokatsiya do'stlar. Gilamlar ham juda ham ko'p, vibrli. Sizlar uchun 2 kunlik super skidka. Faqat shanba, yakshanba xudo xolasa tez ulgurganlar ulgurib qolsin. Keyin do'stlar armonda qolmanglar. Bilsalaring o'tgan safar 250 minglik daroshkalar, 300 ming daroshkalarni 120 ming, 130 mingdan beri bordi. Bu safar yana bor do'stlar. Ko'rsalang bo'ladi. Kelib turib xarid qilaversa daroshkalar serob. Anvar aka assalomu alaykum. Skidkan bombasimi? Bombasi. Mana do'stlar. Bu yerdan gilamlar kelgan, mana ko'rsalaring mumkin. Har xil qalinliklarda do'stlar mana. Unutmaymiz, bitta like bosib qo'yamiz. Metro so'raganlarga do'stlar mana metro o'ylar ham bor. Mana bu yerda Elbek aka tayyorroq turibdi. Ha? Elbek aka. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyat yaxshi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima yangiliklar aka? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xurshid Abzor, TikTok, Instagram, Toshkent bozori va musofirdagi qaddi baland, qadrdon opa-singil aka-ukalar. Assalomu alaykum. Hamisha uylar to'y bo'lsin, kasal bo'lmanglar, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim Alloh kasbkorlarga, umringizga, rizqingizga, xonadoningizga baraka bersin. Mana o'tgan gal 3 kunga qo'ydik, aksiya ichida aksiya. Bu gal mana ertaga shanba oddiq 2 kunga qo'yamiz. Aksiya ichida aksiya. Shu qisqa muddat qilib qo'ymayaptimi shu? Shu chislo nechi bo'ladi shunda? Qaysi chislo telefonim? Ha, bugun 15, 17-18 may kunlari aksiya ichida aksiya e'lon qilamiz. Shoshilinglar 2 kunga. Ulgurgan ulgurib qolsin, ha? Soni chegaralangan gilamlarda 20 tadan qo'yilgan. Shu gilamlar har sonida razmerda 20 tadan qo'yilgan. Shoshilinglar, keyin bizlarda so'kib yurmanglar. Xullas, o'tgan gal va'da qilganimizdek 4 ta odamga mana tanlab olamiz va gilam bonus nima qilamiz degandik. Shular 4 ta odamni tanlab olganmiz. Keyin Anvar 4 ta gilam mana hadya. Xullas mana 4 ta gilam hadya. Bu safar ham do'stlar like, podpiskani, likelar, chiroyli yozinglar, kommentarlar zo'r yozinglar. Podpiska bo'lmasalar ham mayli. Xaridorimiz mana hozir bonusga ega bo'lgan birinchi xaridorimiz olamiz. Hafiza opa. Nomerlari 90lik ekan. Mana bu yerda yozilgan. 90lik. 122 45. Telefon qilasizmi? 10. Mana sizlarni oldinglar telefon qilib, mana shu bonusni nima qilamiz? 2,5 ga 5 mi? Qara 2,5 ga 5 bo'lish. 5 ni oling. Xo'p, mana hozir shu odamga mana shu bonusini sizlarni oldinglar. Bu kommentariyadagi eng nima qanday aniqladiz Elbek aka? 3 kunlik xaridorlardan, misol uchun eng ko'p xarid qilgan summali xaridorlardan tanlab olganmiz bu yerda. Va shunday chiroyli gilam do'stlar. Sizlar ham bunga erishasizlar albatta, qo'llab-quvvatlaysizlar do'stlar. Qo'lab ketmayapsan. Telefoning kimniki bor? Telefon qilaylik. 90lik. 122 45 10. Telefon qilgin. Hafiza opa. Nechta odamga berdingiz shunda? 4 ta odamda mana shu yerda nima qilganmiz? Ikkinchisi telefon qiling mayli. Hozir mana shu yerda men telefonim ishlamayapti. Xudo ketyaptimi? Ha, mezon. Xo'p, Hafiza opa ko'rib turgan bo'lsangiz, mana nomeringiz 90lik 122 45 10. Sizga mana shu gilam tabrikana.
bonus va'da qilingan gilamni mana topshiramiz, kelib olib ketishingiz mumkin. Barakatini. Orqasiga yozib qo'yinglar, Hafiza opa. Xo'p, ikkinchi bonusimizga ega bo'lgan Anvar akam? yo'q, Oygul opa ekan. Aha. Oygul opa. 88 lik. 546 01 70. Oygul. 4 metr ekan bu. Mana. Xudo ketdimi? Yo telefoning saniga ham ishlamayapti. Yo'q, endi. Ko'tara qoling opa. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oygul opami bu? Ha, Oygul opa. Oygul opa, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Men Grand Plaza mebel magazinidan gilamchi Elbeyman. Ha. O'tgan hafta bizdan gilam xarid qilgan ekansiz. Mana siz bitta gilam bonusiga ega bo'ldingiz, kelib olib ketishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin deysiz? Gilam bonusga ega bo'ldingiz. Siz gilam, sizga bonus chiqdi gilam. Da sovg'a. Faol xaridor bo'lganingiz uchun sizga mana bitta gilam bonusga chiqdi, kelib olib ketishingiz mumkin. Sizga sovg'a bu. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qancha ertaga borsam bo'ladimi? Bo'ladi, kelib olib ketishingiz mumkin. Aha, xo'p, rahmat. Gilamlar sovg'a ham bo'lib ketyapti, ko'ryapsizlarmi mana? Xo'p, Rahmat, ertaga boraman. Xo'p. uchinchi xaridorimiz Dilfuza opa. 91 lik. O'shani 009 26 09. Alo. Assalomu alaykum Dilfuza opa, yaxshimisiz? Assalom. Dilfuza opa, men Grand Plaza mebel magazinidan gilamchi Elbeyman. Ha. O'tgan hafta bizdan gilam xarid qilgan ekansiz. Ha. Siz mana bizning do'konimizdan gilam bonusiga ega bo'ldingiz, kelib ertaga olib ketishingiz mumkin. Yana sovg'a sizga. Sovg'a. Voy, rahmat, baraka toping iloyim. Alloh rozi bo'lsin. Yana. Ha, rahmat. Narx-navolar zo'rmikan opajon? Ha, nima deysiz? Narx-navoz yaxshimikan? Ha, alhamdulillah, xudoga shukr, yaxshiman. Aha, arzon sifatli gilamlar kelaverasiz. Bu do'st, xo'p. Sog' bo'lasiz. Va nihoyat 4-xaridorimiz Mahbuba opa ekanlar, 93 lik. 405 26 98. Orqasiga yozib qo'yasizlarmi? Keyingi mana do'stlar gilam g'olib. O'shancha aktiv bo'lamiz, kelib xarid qilasizlar, mana bonusiga sizlarga gilam. Endi bir ma'lum bir narxdan oshgandan keyin beriladimi bu? Yo'q, men hozir mana kim Aktivroq. ko'proq xarid qilgan odamlar ichidan tanlab olamiz. Shuncha xaridor ichidan eng ko'p xaridor qilgan odamlar ichidan tanlab olamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahbuba opami bu? Ha? Men Grand Plaza mebel magazinidan gilamchi Elbeyman, sizni bezovta qilayotgan. O'tgan hafta bizning do'konimizdan gilam xarid qilgan ekansiz. Ha. Tabriklaymiz, siz bonusga ega bo'ldingiz. Mana bitta gilam sizga sovg'a qilamiz. Kelib olib ketishingiz mumkin. Bu necha kun ichida boshqa bo'ladi? Farqi yo'q, vaqtingizga kelib qarab olib ketavering, kelib. Bo'ldi, xo'p. Mayli, buyursin. Yaxshi kunlarga ishlating. Xo'p. Xullas, undan tashqari mana bu hafta 2 kunga qo'yamiz. 2 kun ichida xaridorlar kelib xarid qilgan xaridorlar ichidan yana 2 ta odamni tanlab olib, gilam sovg'a qilamiz. Xullas, tekin olib ketasizlar gilamni, o'shancha aktiv bo'lasiz. Shoshilinglar. Xo'p. Gilamlarni ochamiz, a? Qani? Boshladik. Necha pul qilyapsiz endi bularni? Elbek Ikkigichlarimiz mana bu gal aksiya 280 ming so'mdan donasi. 280 ming so'm. Oo. Och. Mana 280 ming so'mdan. Faqat 2 kunga qo'yilyapti. 2 kunga shoshilib qolasizlar. Shanba, yakshanba kuni. Och. Mana. Mahbub opam. Och. Hep mana. Och, mana. Ana do'stlar. Xo'p. Xo'p, 2,5 ga 3,5larimiz mana 450 ming so'mdan. Mana shu turishi. 450 ming so'm.
Oho, ana. Mana 450 ming so'mdan och. Narxlar haqiqatan zo'r do'stlar. Bemalol qiziqib ko'rsalang bo'ladi boshqa do'konlardan ham. 450 ming so'mdan mana shu turishi. Xo'p, 2,5 ga 4. Mana shu turishi 500 ming so'mdan. 2,5 ga 4 ha? Mana 2,5 ga 4. Mana shu turishi tayyor gilam 500 ming so'mdan. Faqat 2 kunga dushanbadan bo'ladi narxi 850 ming 900 ming so'mdan. Mana 500 ming so'mdan. Qizili ham, ochi ham bor mana. Shoshilinglar mana. Och. 2,5 ga 5larimiz. Mana 650 ming so'mdan. Keyin uzum narsani mana 650 ming so'mdan. Mana shu turishi 650 ming so'm. mana. Ochinglar. Xo'p. Mana 3 ga 4larimiz. Qani? 3 ga 4larimiz mana 600 ming so'mdan. Mana shu turish 600 ming so'mdan. Keyin bizga mana yo'lga qo'ydik uzum nasiya kelib variantga gilam xarid qilishinglar mumkin. Ya'ni bu degani- Uzum nasiya orqali. Haligi muddatli to'lovga kimdir pul yetmaydi-ku. Ha. Shunga rozi bo'ladiganlar mana shu uzum nasiya orqali bizning do'kondan xarid qilishinglar mumkin. Pul yetmaganlar ham endi o'sha uzum nasiya orqali olsalaring bo'ladi. 3 ga 5larimiz mana 750 ming so'mdan. Mana 750 ming so'mdan ochinglar. Mana Mana do'stlar. ochinglar. 750 ming shuni katta Mana gilam. shu turishi 750 ming so'mdan. Gap yo'q. Undan tashqari ki mana bu yoqda qalin gilamlarni ham qo'yamiz-da. Nasib bo'lsa. Yuringlar ey bolalar. Daroshka mana xilma-xili bor. Daroshkalar ham skidkadan Elbek aka. Mana shular ham skidkaga qo'yilgan. Kelib xarid qilishlari mumkin. O'tgan Faqat videomizda 2 kunga. Ha. Aytib o'tganmiz teng yarim narxlarda do'stlar. Deyarli teng yarim. Hammasi emas, ayrimlari. Xo'p. Qalin gilam so'raganlarga Mana marhamat. qalin gilam so'raganlarga 2,5 ga 3,5lar. Turishi 1 million so'mdan. Mana. Mana shu turishi 1 million so'mdan. Mana qalin gilamlar. Bu o'zi nechmi sotilgan Elbek aka bular? Bular 2 million sotilgan, teng yarmida narxida beraveramiz mana. Mana. Turishi mana shu turishi 1 million so'mdan. Och. Mana shu turishi 1 million so'mdan. Qani? Och. Mana. Har xil svet. Xo'p, 2,5 ga 4larimiz mana 1 million 250 ming so'mdan. Mana. Mana shular 2 million 300, 2 million 400, 2,5 million sotilgan. Og'irmi bunda? Samarqand bular ham? Samarqand gilamlar hammasi. Mana. Mana shu turishi 1 million 250 ming so'mdan. Oho. 2,5 ga 4lari, 2,5 ga 3,5lari 1 million so'mdan. Och. Mana. Xullas do'stlar ko'ringlar mana. Shoshilinglar. Mana u 2 kunga mana qancha qo'yilgan. Qalin gilam so'raganlarga mana shular hammasi skidka teng yarim narxida. Mana. Mana do'stlar. Mana katta o'yinimizga 30-o'yinda o'ynaladigan aksiya rozыгрышimizga mana kam qoldi, shoshilinglar. Ikkita Dubayga bilet qo'yilgan, 20 ta betaviy texnika qo'yilgan. Har bitta Dubayga biletda yutgan odamni 2 kishini jo'natamiz oilada. Shunda 4 kishini jo'natiladi. Ana olib qaraganda. Xullas hamma sharoitlar bor, sovg'alar bilan do'stlar, arzon chiroyli narxlarda xarid 10 milliondan oshiq xarid qilganlarga 10 milliondan oshiq mana 15 million, 20 million, 12 million, 30 million xarid qilganlarga o'sha qilgan xaridiga qarab betaviy texnikalar qo'shib beramiz. Gilam ham qo'shib beriladi. Gilam to'g'ri kelsa gilam yo betaviy kerak emas, gilam qo'shib beringsa gilam qo'shib beramiz. Mana do'stlar. Shu yangiliklar? Undan tashqari 5 ta katta gilam olganga 6-siga bitta 3 ga 5 qo'shib beramiz. Ana. Xullas o'tgan hafta kelib 1,5 ga 170 ga 2,5 dan 4-5 ta olib turib, menga gilam va'da qildi. U unaqa bo'lmaydi. Katta gilamdan 5 ta 5 ta gilam olsanglar, bitta 3 ga 5 qo'shib beramiz deb aytilgan. Shuning uchun anglashilmovchilik bo'lmasin, yana qaytadan aytib qo'yaman sizga. Adres hammanglarga ma'lum. Mana Abu Saxiy masjidining to'g'risida Grand Plaza Mebel magazini podvalida. Do'stlar. Elbek rahmat. Xudo Sog' xolasa bo'linglar, ko'rishguncha. Keyin hafta ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.